Bilishingiz kerak bo'lgan eng foydali saytlar Part 1. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat, siz sun'iy intellektlar YouTube kanalidasiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib motion grafika, ya'ni animatsiyalarni aynan ushbu sayt orqali yasashni o'rganamiz. Ya'ni tayyor shablonlar berilgan, o'sha shablonlarni o'zimizning kanalimiz uchun, o'zimiz ishlatadigan yo'nalish uchun qanday qilib tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Va bu sayt orqali siz judayam ko'plab kerakli ma'lumotlarni, kerakli template'larni topasiz. Ya'ni animatsiyalar, backgroundlar, logolar animatsiyasi, ya'ni qo'yingki motion grafikaga doir barcha asosiy narsalar. Siz bundan g'oya olishingiz mumkin. Reklamalar va barcha narsa uchun tayyor shablonlar mavjud. Demak, boshladik. Siz esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki hali oldinda siz bilmagan va foydali bo'lgan anchagina saytlarimiz turibdi. Xudo xohlasa ularni barchasini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Brauzerimizga Jitter deb yoza olamiz. Jitter video. Va o'sha birinchi chiqqan sayt va bunga kirib logindan foydalanasiz. Mana men hozir o'zim login holatida turibman va bu yerda template ga bossangiz, sizga kerakli bo'lgan barcha narsa bor. Template community, ya'ni bunga kirsangiz, video yasashda kerak bo'ladigan dizaynlar yoki videolar barchasi mavjud. Bemalol o'zingizga moslab turib foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda yangi chiqqanlar, mana bulardan hozirgi kunda juda ham ko'pchilik odam mana bulardan foydalanyapti. Ya'ni AI ga birorta narsa yozyapti, u o'sha birorta narsa qaytaryapti. Mana bunday videolardan foydalanishyapti. Bu videolarni siz bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz buni ham. Avval mana qayta ko'rsatyapti bularni. Shularni o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda devices, ya'ni mana bunaqa videolar ham reklama uchun ham foydali. Logolar. Mana masalan logolarni biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Juda ham oson holatda bo'ladi. Masalan, buni ustiga bossak, mana bu eski holati. Bu yerda edit qilish uchun duplicate, ya'ni bosib qo'ying deyapti. Hop, bosdik. Mana endi edit qilsak bo'ladi. Mana bu yerga o'zimizni kanalimizni yozsak yoki brendimizning nomini yozsak bo'ladi. Sun'iy intellektlar. Mana xuddi shunaqa holatda o'zimizni kanalimizning nomini yozsak bo'ladi va boshidan boshlasak, bu yerda mana bizni animatsiyamiz kelib chiqadi. Xuddi shunaqa holatda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va bu yerdan eksport qilganingizda video 720 da 1080 bilan 4K lari bu yerda pullik versiyasida bo'lar ekan. Shu sababli o'ta ham agar sifat muhim bo'lmaydigan bo'lsa, demoqchiman, kichkina narsalar qo'shadigan bo'lsangiz, unchalik muhim bo'lmaydi. Shu paytda 720 dan foydalanib turib tortib olsangiz bo'ladi. Hop, keyin mana social media juda ham ko'pchilikka kerak bo'ladigan narsalar. Social media, ya'ni mana bu yerda xabarlar jo'natishi bir-biriga. Mana bu yerda mana animatsiyalar, mana buni ham sinab ko'rsak bo'ladi. Xullas, har bittasiga kirasiz. Yozadigan joyiga o'zingiz birorta matn yozasiz. Aynan o'sha matn orqali bemalol bu videoni moslasangiz bo'ladi. Mana. Masalan, bunga ham bosdik. Endi buni mana bu yerda yozsangiz bo'ladi matnda. Salom. Mana misol uchunda endi. Bu yerda yozadigan bo'lsa, mana bularni ham bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Animatsiyani juda ham zo'r ishlagan. Shu sababli bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chartlar mana bu yerda. Shu chartni ham juda ham yoqdi. Bu chartlardan bemalol mana bu saytni ham juda ham zo'r ishlagan. Nomlarni bemalol o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Oylarni o'zgartirsangiz bo'ladi bu yerda. Xuddi shunaqa holatda ushbu jitter.video sayti bemalol foydalansangiz bo'ladi. Tekst yozuvlari mana bu yerda sanoq juda ham ko'pchilik ishlatadi. Buttons,
va bu yerda ham mana kichkina short videolar uchun yoki katta videolar uchun ham foydalansangiz bemalol bo'ladigan template'lar turibdi. Icons bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, saytimiz xuddi shu Jitter nomli sayt. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lishni va video foydali bo'lgan bo'lsa izohlarda yozib ketishni unutmang. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.